Albatta, butun insoniyatni yaratgan Alloh taolo insonlarni yer yuzida emin-erkin va tinch totuv yashashini ta'minlaydigan ko'rsatmalarni bosqichma-bosqich ta'lim bergan. Haqiqatan bu ko'rsatmalar kishiga umri davomida baxt saodatni taqdim qiladi. Jamiyatning har bir jabhasida ko'rsatmalar zarur bo'lib, ularning barchasida halollik, poklik va sof qalb bilan yo'g'rilgan amallarni bajarish zarurdir. Albatta, Alloh taolo insonni doimiy shunday yashashiga Kalomi sharifining bir necha oyatlarida ko'rsatmalarni bayon etgan. Jumladan Baqara surasi 168-oyatda: "Ey odamlar, yerdagi halol pok narsalardan tanovul qilingiz va shaytonning izlaridan ergashmangiz. Albatta, u sizlarga aniq dushmandir" deya marhamat qilinadi. Bu oyatda Alloh taolo odamlarga xitob qilib, yer yuzida halol pok narsalarni iste'mol qilishga buyurgan. Bu oyatni davomida kimki halollik asosida yashamas ekan, albatta u shubha va haromning jar yoqasiga borishi aniq ekanligi uqtirilgan. Natijada shaytonning iziga ergashib qolishi mumkin. Halollik va poklik barcha kishilarga yashab turgan hayotida suv va havodek zarurdir. Kishi qanday kasb egasi bo'lsin, jamiyat xizmatida ekan, qonun qoidalarga, ayniqsa halollikka e'tiborda bo'lishi islom dini talab qilgan muhim narsalardan hisoblanadi. Zero bu haqda hadis shariflarda ham bir necha ko'rsatmalar kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: halol ochiq oydindir, harom ochiq oydindir. Bu ikkovining orasidagilar shubha ostidadir. Ularni ko'p insonlar bilmaydilar. Kimki shubhalardan o'zini saqlasa, dini va obro'sini saqlabdi. Kimki shubhalarga o'ralashsa, taqiqlangan narsa atrofida suruvni o'tlatayotgan cho'pon kabi uning domiga tushishiga oz qoladi. Ba'zilar tomonidan halollikka e'tibor beraman deb ba'zi narsalarni Qur'on va sunnat halol sanagan narsaga harom va shubha degan atamalarni ishlatib, hatto fatvo berishgacha borishadi. Aslida bir narsani harom yoki halolligi hujjat va dalil bilan sobit bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo Kalom sharifida shunday bayon qiladi: "Ey iymon keltirganlar, sizlar uchun Alloh halol qilib qo'ygan narsalarni haromga chiqarmangiz va haddan oshmangiz. Zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi." Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, inson hayoti davomida ikki yo'lda bo'ladi. Biri to'g'ri, biri so'qmoq. Biri halol va yana biri esa harom. Umr davomida kishini juz'iy tanlash ixtiyori o'zida ekan, albatta oz bo'lsa ham halolini tanlash lozim. Chunki halollik har doim baraka eshigini ochuvchi kalit hisoblangan.